2026-yilda birinchi xalqaro yuk poyezdi Xitoydan O'zbekistonga jo'nab ketdi. Kecha Gansu provinsiyasining Wuvey shahridan 1300 tonna yuqori sifatli ko'mir koksi yuklangan 47 ta vagonni tashigan xalqaro maxsus poyezd Toshkent viloyatidagi Ablik temir yo'l stansiyasiga yo'l oldi. Sinxua axborot agentligining xabari berishicha, bu Gansu provinsiyasidan bu yil jo'nab ketgan birinchi xalqaro maxsus yuk poyezdi. Chongguo Xinhua China News xabariga ko'ra, ushbu maxsus poyezd tomonidan tashilgan ko'mir koksining umumiy qiymati 4,6 million yuanni, taxminan $580 ming tashkil etadi. U taxminan 9 kun ichida O'zbekistondagi manziliga yetib borishi kutilmoqda. Wuvey bojsiz logistika markazining mas'ul xodimi Cao Ke so'nggi yillarda markaz o'zining xalqaro logistika tarmog'ini rivojlantirishda davom etganini va Markaziy Osiyo va Markaziy Yevropani bog'lovchi 6 ta asosiy logistika kanalini ochganini aytdi. Ushbu yangi yo'nalishning ochilishi yana bir bor Made in Gansu mahsulotlari va hatto Xitoy tovarlarining Markaziy Osiyo bozoriga samarali kirishi uchun barqaror va qulay xalqaro logistika kanalini ochadi, deb qo'shimcha qildi Cao Ke.